Assalomu alaykum azizlar. Bugun bizda birinchi amaliyotimiz 1,5 yashar chaqaloqda chap yuragida 1 santimetrli tosh aniqlangan. Shu joyda bir ota-onalarga eslatma qilib ketmoqchi edim. Bemor 6 oydan beri qorni og'rishiga shikoyat, qorni og'riyapti deb o'ylashgan va juda ko'p pediatrlarda bo'lishgan va hamma o'sha qorindagi og'riqlarga, ichaklardagi mikroflorani yaxshilashga davolab kelishavergan. Ya'ni bu yerda tosh borligini afsuski bilishmagan. Va bemor bizga o'sha ostrый pielonefrit, ya'ni buyrakni o'tkir shamollashi bilan keldi. Bemorni yotqizib 1 hafta 10 kun, va 14 kun davoladik, antibiotiklar qildik, qonni ko'paytirdik, ya'ni tayyorladik. Hozir mana amaliyotimiz muvaffaqiyatli yakunlandi, toshlari olindi. Ota-onalarga eslatma shundan iboratki, farzandingizda shunaqa qorin og'rig'i, umuman qorin sohasidagi og'riq bo'ladigan bo'lsa, albatta buyraklarini ham tekshirib qo'yish kerak, ularni UZIdan o'tkazib qo'yish kerak. Agar tosh aniqlanadigan bo'lsa, uni zudlik bilan bartaraf qilish kerak. Shunda asoratlar kam bo'ladi. Shuni o'zlaringizga eslatma qilib olasizlar. Duo qilasizlar, bemorimizga Alloh shifo bersin. Xudo xolasa 2-3 kunda uylariga javob beramiz. Jarrohligimiz har doimgidek kam invaziv, kichik tirqishcha orqali bajarildi va toshlari olindi. Hammaga katta rahmat, sog' bo'linglar.